Futbol olamida yana shov-shuvli savol yangramoqda. Cristiano Ronaldo Abduqodir Husanov haqida nima dedi? So'nggi paytlarda o'zbek himoyachisi Abduqodir Husanovning nomi Yevropada tobora ko'proq tilga olinmoqda. Uning sovuqqon o'yini, tezligi va maydondagi intizomi ko'plab ekspertlarning e'tiborini tortdi. Ammo eng katta savol, Ronaldo bu haqda qanday fikr bildirdi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mishmishlarga ko'ra, Ronaldo yosh futbolchilar ichida aynan himoyadagi qat'iyat va mentalitetni yuqori baholaydi. Husanov esa aynan shu jihatlari bilan ajralib turadi. Tasavvur qiling, agar Ronaldo kabi afsona yosh futbolchi haqida ijobiy fikr bildirsa, bu oddiy gap emas. Bu signal, bu e'tibor. Hozircha rasmiy intervyuda aniq iqtibos yo'q, ammo futbol doirasida Husanovning nomi katta yulduzlar darajasiga chiqib borayotgani haqiqat. Savol ochiq qolmoqda. Ronaldo yaqin kunlarda bu haqida ochiq gapiradimi? Balki bu ikki nom tez orada bir sahifada tilga olinadigan darajaga chiqayotgandir. Futbolda hamma narsa mumkin.